Assalomu alaykum aziz do'stlar. Salomatmisizlar? Charchamasdan dehqonchiliklar sog'liginglar yaxshimi? Mana sezonlarda ham olib uje koreyskiy dehqonchiliklar ham uje tugayapti, qultnolar. Endi ko'chatga navbat kelyapti. Bu nima deb o'ylamanglar, mana bu toza kokos, eng toza kokos, eng toza perlit. Perlit 165 ming so'mdan Eronniki. Kokos $1 3 sentdan Hindistondagi. 10 baravar, 5 baravar bilmem qancha ko'payadi. Shunaqa suvga aralashtirib, tozalab yuvib turib, shunga qo'yilyapti mana. Mana bu yerga kokos, perlitlar olib kelib taxlab qo'yildi. O'tgan gastatlarimiz ham bor. Bundan 3 tonna, bundan 100 kilolikdan 20 ta olindi. O'tgan gastatkalar bilan balki yetib olar. Endi ko'chatlarimiz holatini ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yerda kasetalarimiz keldi. Qultmayotgan qalaman kaseta. Bu kasetalar, ko'chatlarni ham stilajga oldik, xudo xolasa. Hozir ko'rsataman. Mana ko'chatxonamizga yetib kelyapmiz. Ko'chatxonalarimiz ancha tozalanyapti, rivojlanyapti. Bularda hozir tanoblari to'lib ketgan. Biz ichiga olib chiqqanmiz bular tanoblarini, mana. Baquvvat bo'lib, faqat matchning bular. Bu kasetalarimiz $1 dan olgan kasetalarimiz, keyin undan keyin yarim sentdan ham oldik. Bular 10 taraf turib, mana shunaqa kaseta qo'yib chiqamiz. Ikki tomonga qo'yib chiqiladi, mana shu kasetalar. Bu yerda kapelni tortamiz, xudo xolasa. Toza mana shunaqa perlit kokos qo'yiladi. Bu yil talablarga binoan Solxyanni ko'proq ekdik, Kingsberryni ozroq ekdik. Keyin maxsus yangi bir navimiz ham bor. Bu ozroq. Sinovdan keyin xabarini beramiz uni. Mana shunaqa qilib qo'yib chiqilyapti. Bu yil inshaalloh nasib qiladigan bo'lsa, ko'chatlarimizdan 50-60 mingta oshadi. Zakaz olishni ham boshlaganmiz. Havoda Solxan ko'chatini kerak bo'lsa, aytsanglar beramiz. Solxan ko'chatlarimiz o'zimiz olib kelgandan F2 bo'ladigandan ozgincha bor. Bu tomonimiz hammasi Farg'onadan kelgan, o'sha F1 hisoblanadi. Hammasi baroqlab turibdi. Baquvvatlan. Shu yerda bitta qatorimiz Kingsberry, shuni Kingsberry qildik, o'zimizga ekkani. Bu yerdan ham xudo xolasa bir 10 ming, 15 ming ko'cha chiqadi. Va shu yergacha Solxan. Hammasi Farg'onaniki, bu o'zimizniki mana. Bu yerda Toshkentdan kelgan bor. Doniyor yerlardan olib kelganmiz. Bular ham Solxan. Bu yerga biz o'zimiz matchligimiz yetmay qolib, bu yerda olib keldik. Shu 3 ta qatorimiz Toshkentdan kelgan. Hammalari xudo xolasa yaxshi tanoblar tashagan. Biz bu qoralarni yaqinda soldik, shuning uchun hamma tanobni tepaga olib qo'yganmiz. Mana bu tomonikini endi solishadi, shuning uchun hamma tanoblari osilib yotibdi. Ozuqalar vaqtida berilib, agrotexnikalar yaxshi bajarilmoqda, xudo xolasa. Kokoslarimiz ham hammasi yangi bo'ladi inshaalloh. Endi rasxod qilmasangiz foyda olish qiyinroq, shuning uchun harakatni to'xtatmaymiz, Allohdan so'raymiz. Alloh bilguvchi. Omadinglar bersin, tani joyinglar sog' bo'lsin. Nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Ko'chatni chiroyli holatda yetkazib beramiz. Oxirida ham mana shu yozmani qultnolar terilyapti. Asosan Kingsberrylar adbor ko'proq beradi. Lekin Solxanlar ham beradi, lekin kamroq holat. Misol mana shu hammasi uzunchoqlar Kingsberry. Mana hozir bittasini ko'rsataman sizlarga. Bunaqasi kamroq chiqadi-yu mana. 60 kg. Kingsberry. Hali ham bular narxi qimmat, sababi hali ham mazasi oddiy qultnolardan ko'ra xonaki qultnolardan ham yozgi qultnolardan ham ancha shirin, 1x yuqori. Shuning uchun tortimi kuchli. Mana 1 kilo qilib qo'yganlar ham eng kichkinlari ham 25 ming, 30 ming. Lekin dasturxonga qo'ysa ham bo'laveradigan. Tan joyinglar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka, charchamanglar.